rag'bat bilan qilamiz. Ya'ni kim vaqtli kelsa sovg'a beryapmiz. Va'dasini bajarsa, uy vazifasini qilsa sovg'a beryapmiz. Bu sarmoyalar bo'lmaskan, siz farzandingizga istagancha moddiy sarmoya bering, ularning hammasi havoga uchib ketadi. Lekin buni o'qituvchi doskaga yozib o'rgatmayapti. Bola oldiga muammo qo'yilyapti, yechasan mana shuni. Qattiq ishonishgan bizga. Ya'ni faqat ishonch berishgan. Qolganini biz qilganmiz. Maktabni o'sha rahbari bo'lsa, rahmat, qo'lingiz bering, men dars qilaman. Dars qilishim kerakmi? Sizga kerak emasmi? Men o'qishim kerak-ku. O'qituvchimiz aytadiki, kutubxonaga kelsang, birga dars qilamiz. Endi tashqaridan qaraganda kulgili tuyulishi mumkin. Ichki sinflarimiz hali ular endi o'zini darslari qiziq. Ular ham kitobga ehtiyoj etadi. Butun maktabdagi asosiy kitoblar bizda o'rta sinfda o'qiladi. Masalan, siz ham o'qituvchilaringizni qanday tanlaysiz? Bu bir ota-ona uchun men uchun juda muhim buni bilish. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Dilkash ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi mehmonimiz Rahimov School rahbari, ukamiz, do'stimiz Aziz Rahimov. Azizbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Charchab qolmadingizmi? Ozgina. Azizbek hozir 1 soat oldin deylik, aeroportda Istanbulga qo'ndi va u yerdan to'g'ri bizni studiyamizga tashrif buyurdi. Umid qilamiz charchoq sezilmaydi. Bu suhbatimizga ta'sir qilmaydi. Dilkash ko'rsatuvi, dildan suhbat qilamiz degan umiddamiz. Azizbek, siz aksar faoliyatingiz ta'lim. Millat farzandini tarbiyalash, ta'lim berish bilan bandsiz. Biz bilamizki, ta'lim va tarbiyani ajratib turgan bittagina savol bor. Tarbiyada nega degan savolga ehtiyoj yo'q. Nega degan savol hech qachon berilmasi kerak. Nega desangiz, ota-ona o'zini ota-onasidan o'rgangan bir narsalar bor. So'zsiz millat o'zini geni orqali yoshlarga o'tkazayotgan narsalar bor. Nega degan savol bermasdan o'rganamiz biz uni hammasini. Kichkinaligimizdan otamizni, onamizni atrofda kuzatib o'rganadigan tarbiya bor va yana ta'lim bor. Endi ta'lim nega degan savolsiz o'rganilmaydi. Shunaqa. Nega degan savol bo'lmasa, u ta'lim bo'lmaydi. Yodlash u ta'lim. Mana shu yerda shu savol bilan boshlamoqchiman. Bu savolni berish uchun jur'at kerak. Qarshimdagi kim bo'lsa ham bir narsani o'rganayotgan bo'lsa mendan, u nega degan savolni berish uchun bir jur'atga ega bo'lish kerak. Va bilamizki, ko'p yillar davomida ta'limda bu ovoz o'chirishga urinilgan paytlar bo'lgan. Bu yerdan kiraylik. Sizni qo'lingizda tarbiya, sizni maktablaringizda ta'lim olayotganlar, ham tarbiya olayotganlar, siz buni ikkalasini ham qilyapsiz, bilishimcha. Chunki farzandlarim sizda o'qiydi. Nega deyishni o'rganishyaptimi? Nega, nima uchun bu jur'at paydo bo'lyaptimi? Nega bu savolni beryapman? Mana yaqindan bir ma'lumot o'qidim. Sizda o'qiydiganlar dunyodagi top 10 ta, top 50 tagi Kolumbiya universitetlari kabi joylarda muhandislik sohasi bo'yicha 100% grant bilan o'qishga kirganlar bor ekan. Ular sizda o'qigan ekan. Ya'ni bu muhandislar nega degan savolni bilmay muhandis bo'la olmaydi-da. Buni o'rgatyapsizmi va qanday o'rgatyapsiz? Shu yerdan boshlasak. Ajoyib. Zo'r savol berdingiz va bu o'zi kechalari o'ylab chiqishga bizni jamoamizni majbur qiladiganlardan-da. Bu dori ustida balans ushlashga o'xshaydi. Bir tomondan tarbiya bolani mana bu ishni qil, amal qil, ota-onangni hurmat qil, vatanni sev, gap qaytarma, fidoyi bo'l, mehribon bo'l, ukalaringga qara deb o'rgatamiz. Negaga vaqt yo'q. Chunki umr o'tib ketadi va u odat shakllanmay qoladi, o'ylab qarasak. Lekin ta'limda nega bo'lmasa, u qancha tashasangiz ham teshik chelagiga narsa tashlayotgandek bo'lsa, hech narsa ushalib qolmaydi. Chunki bolada affordance degan narsa bor. Ya'ni biologiya tomonidan qarasak, odam o'zini tirikligini saqlab qolish uchun, o'zini yaxshilashga, rivojlanishga kerak bo'ladigan bilimlarnigina u eslab qoladi. Ya'ni mana shuni men hayotimda ishlata qolishimni bilsam, foydasi tegishini bilsam, keyin bu narsani nimaligini eslab qolaman. Keyin buni tushunaman, keyin bunga qiziqaman. Yo'qmasam unutib yuboraman. Menga u muammoimni hal qiladigan yoki
ishimni bitirib beradigan yoki daromadimni ko'paytiradigan yoki qiziqqonligimni qondiradigan bo'lishi kerak. Hattoki salgina bo'lsa ham, yo'q bo'ldi, unutib yuboramiz. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? Biz kimnidir mana odamlar bilan tanishamiz, 10 ta 15 ta odamning ismini so'raymiz. Va bizga unchalik ham aloqasi bo'lmagan odamlarni esdan chiqarib yuboramiz. Vaholanki tish doktorida yurgan bo'lsak, men palonchi tish shifokoriman desa, shunda otini eslab qolamiz. Manzilni desa, manzilni ham eslab qolamiz. Yoki bizdan kimdir qarz olgan bo'lsa, uni o'zini ham, raqamini ham, hamma narsasini eslab qolamiz. Xuddi shunaqa bir narsani nega kerakligini biz tushuntirmas ekanmiz, ta'lim bo'lmaydi. Endi mana shu yerda dilemma. Bu dilemma haqida biz ustozlarimiz bilan janjallar bo'lgan. Bir tarafdan bosib o'qish kerak bo'ldi, hali tushunmaydi, yodlatamiz, o'qitamiz, grant yuturamiz, o'qisin, keyin 25 yoshga borib tushunib oladi degan jamoa. Ikkinchi tomondan yo'q, buni fikrlamasa, hech narsa yuqmaydi, imtihondan ertasiga chiqishi bilan hammasi esdan chiqib ketadi degan kurash. Biz qaysi nuqtada to'xtadik? Ta'limda istalgan savolingni ber. O'qituvchi agar senga o'tayotgan narsasini, nega o'tayotganini, senga hayotingga nega kerakligini tushuntirib bera olmasa, men seni urishmayman shu fanni o'qimasang. 21 ta bola bizdan maktabimizdan chetlatilgan bo'lsa, shu kungacha birortasi o'qishin deb chetlatilmadi. Yomon o'qigani uchun yoki qaysidir fanni tashab qo'ygani uchun yoki uchayotgani uchun emas. Yo'q, u boshqa bolalarga zarar bergani uchun bo'lishi mumkin, bullying bo'lgani uchun bo'lishi mumkin, tarbiyasidagi yomon odatlar boshqa bolalarga tarqagani bo'lishi mumkin, lekin o'qimagani uchun emas. O'qimasa biz gaplashamiz. Nima uchun mana shu fanni o'qimayapsan? Men kerak emas deb bilaman. Qani o'tirmasanga kerakligi haqida bir gaplashib ko'ramiz. Fikrini o'zgartira olsak, bola o'qib ketadi. Ta'lim bo'yicha ketdi, lekin ta'lim bo'yicha ketmadi, lekin tarbiyasi bo'yicha ketadi. Mana bu o'qituvchilarga ham aytilgan. Bola chiqib turib, "Men qo'shilmayman fikringizga" deyishi mumkin. Bu asosan ijtimoiy fanlarda bo'ladi, chunki fizikada qo'shilmaslikning iloji yo'q. Fizikada bola nima qila olishi mumkin? Bu nima uchun men o'qishim kerak bu narsani? Oxiri bu yil bo'ldi, ajratdik fanlarni. Men ijtimoiy sohada, men diplomat bo'lmoqchiman, iqtisodchi bo'lmoqchiman. Menga kerak emas ximiya, fizika. Men nomiga bilsam bo'ldi. Mayli, sizlar haqsizlar. Biz ularga tushuntirib bera olmadik. Nima uchun ular 6 soatlab fizika o'qishini va 2 ga bo'ldikda, bo'ldi. Mana sizlarga haftasiga 1 soat fizika dedik. Ijtimoiy fakultet ochdik. Bu yigitlarga esa menga qarang, men Amerikaga ketyapman. Mana grant yutgan bolalarimiz. Amerikaga ketyapman. Men o'tda muhandislik bo'yicha grant yutdim yoki yutmoqchiman. Ingliz tilida dars bo'ladi. Men o'tda SAT o'qishim kerak, fizika o'qishim kerak, ximiya o'qishim kerak. Nega men bu narsani 6 soat, 8 soatlab qo'yilganda adabiyot, DTS bo'yicha nega o'qishim kerak? Kamaytirib beringlar, nomiga men taniy ajdodlarimni mayli degan savol. Biz keltirib bera olmadik, tushuntirib bera olmadik. Ha, seni vaqting kam, to'g'ri dedikda, minimumga tushuntirib berdik, tushirib berdik va o'sha ximiyasini, fizikasini ko'paytirib berdik. Bizda texnik fakulteti paydo bo'ldi. Endi tarbiyaga kelganda nima bo'lyapti? Qanaqa qilib qo'yamiz bu narsani desa, tarbiyaga kelganda biz faqatgina ibrat bilan qo'yamiz. Ya'ni yaxshi oilani farzandlari, ustozlarni o'zlari ibrat bo'lishyapti. Navbat turish bo'ladimi, bir-biriga sizlab muomala qilish bo'ladimi, kitob o'qish bo'ladimi, rag'bat bilan qo'yamiz. Ya'ni kim vaqtli kelsa, sovg'a beryapmiz. Va'dasini bajarsa, uy vazifasini qilsa, sovg'a beryapmiz. Yomon odatini ko'rsatadigan, so'kishadigan, urishadigan bo'lsa, uni ayab tashlaymiz. Shuning orqasidan bolalar haydalyapti. Ya'ni manfaat, rag'bat, jazo mana shu yo'l bilan uni odat shakllantiryapmizki, majburlamaymiz. Lekin mana shu formatda ketadigan bo'lsang, ya'ni bizning maktabimizda kitob o'qish bu zo'r, bu status belgisi, bu maqom belgisi. Kitob o'qiganlar mana MacBook ketyapti, velosiped olishyapti, sayohatga ketishyapti. Ya'ni ularning sovg'alari bor. Bu zo'r, bizda rasmlarni osib qo'yamiz. Lekin majbur emassan. Ya'ni tarbiyali bo'lishga, salom berishga majbur emassan, lekin shunaqalar bizda o'z-o'zidan ko'tarilib ketaveradi. Maktab ham bir jamiyat deb olsak, o'shalarning obro'sini ko'taryapmiz. Natija nima bo'lyapti? O'tgan yili mana shu yo'l bilan 35% o'quvchimizga kitob o'qita oldik. 100 emas. Men 100% o'qitayotgan maktablarni bilaman. Ular hamma o'quvchilar 100% darsdan tashqari kitob o'qishadi, lekin uni majburdan o'qishadi. Shu yana urushadi, yana gap eshitaman-da, haydaveradi, majburdan o'qishadi. 35% o'qita oldik birinchi yil. O'tgan yili suhbatlashayotganimizda yozdi. 800 ta kitob o'qishuvdi. Bu yil 55% ga chiqdi. Xohlab o'qiydiganlar. Bu yil agar shu dinamika saqlansa 75-80 ga chiqadi. Chunki rang olishyapti bir-birligidan va kech boy ham hozir kameradan oldin aytib berdimki, bir qizimiz sovg'a oldi, yutdi velosiped va maktabni o'ziga tashlab ketdi mana sizlarga. Shuning uchun o'qimaganmi? Yo'q, men kitob o'qigan kitobim o'zi yetarli. Men Dostoyevskiyni o'qiyapman.
man o'lik shoirlar jamiyatini o'qiyapman. Man Tolstoy, man kerakmi? Bu nima bo'ladi bu? Bu sekin jarayon, sekin. Lekin boshqa ilojini man ko'rmadim. Ya'ni biz bolani nega salom bermading deb ustozga urushmayapmiz. Lekin salom berganda rag'batlantiryapmiz, uni olib chiqyapmiz, ko'taryapmiz. Mana bu duomizda. Keyin bolalar o'zligi havas qilishyapti. Hozircha shu yechimga keldikki, tarbiyada rag'bat usuli, maqtov usuli, manfaat usuli nega o'tda etiladi? Bu inson ko'rsatayotgan tarbiyasidan bilvosita manfaat olyapti. Ya'ni kim ustoziga salom beryapti, yo'l beryapti, natijada ustozining bunga mehri uyg'onyapti. Mehri uyg'ongandan keyin unga darsdan tashqari ham u bilan ko'proq gaplashyapti, u ko'proq ta'lim olyapti, u ko'proq ta'lim olgani uchun ertaga uni natijasi tezroq bo'lyapti. Ya'ni bilvosita shu narsani sekin ko'rsatib, manfaat, rag'bat orqali tarbiya, ta'limda bo'lsa nega? Faqat negani ustiga qurilgan. Buni orqasidan biz majbur bo'ldik laboratoriya qilishga hattoki. Shusiz kimyani nega kelganini tushuntirib bo'lmadi bolalarga. Demak, hozir xulosa qilsak, ya'ni fikrimizni bu qismi uchun nuqtalab qo'ysak, tarbiya uchun nega lozim emas? Ta'lim negasiz bo'lmaydi? Shunaqa. Ammo bu ikkalasi odobsiz bo'lmaydi ekanda. Yani ikkalasi uchun ham odob kerak ekan. Masalan, bir ibodat uchun tahorat naqadar muhim bo'lsa, ya'ni tahoratsiz ibodatga izn berilmaganida, ya'ni odobsiz na ta'lim va na tarbiya bo'lmas ekan. Chunki biz biriga har narsani nima qilishimiz mumkin, lekin uni odobi, axloqini qila olmasak, jamoa bilan, sheriklar bilan, jamiyat bilan qanday ishlashni, odamlar orasida qanday tutishni, kerak bo'lsa mukofotlar olganda o'zini boshqalarga qanday taqdim qilishni, qanday munosabat qilishni, uni qanday baholashni, qadr, qiymat nima ekanligini o'rgata olmasak, unga biz o'sha tahoratni o'rgata olmagan bo'lib qolamiz ekanda va u bilimni istagancha manfaatga emasda endi ziyonga ham ishlatishi mumkin bir shaxsiyat tarbiyalanishdan qochishimiz kerak. Mana yuqori natijalarga erishdi dedik. 100% grantlar haqida gap. Bunga qanday erishyapti bolalaringiz? Ya'ni sizda qanday bir tizim borki, bunday natijaga erishyapti? Bu oson emas. Masalan, u yerga faqat O'zbekistondan sizni talabalaringiz bormagan, butun dunyodan borishgan. Ularning orasida 100% grantni qo'lga kirita olishni o'zi bo'lmaydi. Bu qanday bo'lyapti? Xo'p, endi bu yil Kolumbiyaga bitta qizimiz kirdi, o'sha Pechak ligasiga. Keyin top 50 Italiya universitetiga 8 tacha bolamiz kirdi. Umumiy 44 ta bitiruvchi chiqayotgan bo'lsa bizda, shu 44 ta bitiruvchimizning 18 tasi 100% grant sohibi bo'ldi. Bular hammasi top universitetlar, top 10 bor, top 50 bor va top 100 bor. Bundan pasti yo'q bular orasida. Endi mana shu bolalarimizda asosiy natija bu bolalarning o'zi. Chunki maktabimiz ochilganiga 2 yil bo'ldi. Biz bularni saralab olgan edik avvalambor. Ya'ni kim ko'zimiz yetmasa olmagandik bolalarni. O'zi 2 yildan keyin mana shu nuqtaga borishga hozir tayyormi degan savol. Birortasi 0 nuqtada bo'lgan emas bu bolalarni. Aynan mana shu bolalarni. Ya'ni kim san hech narsa o'qimagan ekansan, maktabingda 9 yil davomida men seni mana shu zo'r universitetga kirgizaman degan yo'q. 8 sinfimizda bormi? Bor. 9 sinfimizda bormi? Bor. Lekin hozirgi oxirgi o'tgan 2 yilda yo'q. Demak, bularni o'zi avvalo, ularning ota-onasi, nega unda bu bolalarni biz olib chiqyapmiz? Nega biz bu bolalarimiz bilan faxrlanyapmiz? Bularning o'zida gap ko'p ekan-ku. Desa, biz mana shu bolalarimizni olib chiqishdan maqsad nimaki? Agar shunaqa bolalar kelsa, bizni o'qituvchilarimiz va bizni jamoamiz va bizdagi muhit mana shu butun dunyo darajasidagi universitetlarga olib kirishga salohiyati yetadi. Agar pastroq, ya'ni maktabda deylik yaxshi shug'ullanmagan bolalar keladigan bo'lsa, ular pastroq sinfda bo'lsa olaveramiz. 7-sinf, 8-sinfda bo'lsa ulguradi. Lekin aynan yuqori sinfda yarim tayyor bo'lgan bolalar bo'lishi kerak. Va endi bitta narsani aytmoqchiman, ikkita narsani. O'tgan yili 43% edi, bu yil adashmasam 47, balki 55% ga chiqishi mumkin. Bolalarimiz muhandislik yo'nalishini tanlashyapti. Ya'ni texnik yo'nalishga qarab ketishyapti grant yutish uchun. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bolalarimiz bilan gaplashsangiz qaytib kelaman degan kayfiyat bor. Ya'ni yo'q o'qib bo'lib qaytib keladi. Yoki o'qib bo'lib ishlab tajriba orttirib qaytib kelaman. Yoki o'qib bo'lib ishlab pul to'plab pulim bilan qaytib kelaman.
O'tgan yili gaplashgan yigitimiz, Flex yutgan yigitimiz haqida gaplashgandik, Amerikaga ketgan. Shu yigitimiz qaytib keldi. Misol 11-sinf Amerikada o'qidi, azizga aytganingizcha bor ekan dedi, qaytib keldi. Yana qaytib ketmoqchi, lekin baribir kelajagimni O'zbekistonda ko'raman. Men bu yerda ko'proq kerakroq ekanman, men bu yerda kattaroq ishlar qila olar ekanman deb aytdi. Ya'ni bularni tayyor immigrant chiqarish emas vazifamiz. Borsin, o'rgansin. Nega muhandislik? O'yladim, tajriba qildik, mutaxassislar bilan gaplashdik. Mana shu sohadagi odamlar birinchi navbatda eng ko'p kerak bo'lar ekan bizga hozir yetishmayotgan ekan. O'zimizning o'sha mustaqil texnologiyalarimiz, dronlar bormi, ko'priklar bormi, elektr stansiyalar bormi, shularning hammasiga bizga muhandis kerak. Ikkinchidan, bu sohani o'qigan bolalar hamma sohani eplab ketar ekan. Chunki qiyin, fizika, kimyo, tabiiy qiyin. Buni eplasa qolganini eplab ketar ekan. Buni qilish uchun ota-onalar bilan gaplashishga to'g'ri keldi, bolalar bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Mana shu sohada topshirsa bolalar grant yutish imkoniyati ham yaxshi bo'ldi. Chunki ko'pchilik oson fakultetlarni tanlaydi. Marketing deydi, psixologiya deydi, biznes menejment deydi. Mana shunaqa fakultetlarni tanlashadiki, u yerda raqobat katta bo'ladi. Chunki o'qish yengil va hamma borib shu chet elda bemalol yuraman deydi. Men aytdimki, bolalar muhandislik kelinglar. Men ishonsangiz, mana hozir men oldimda ma'lumotlar bor. Biz ozgina siz bilan suhbatga tayyorlandik-da endi. 5 million dollar miqdorida grant yutilgani aytilyapti bu yerda. Bu og'izga osonda endi bunaqa raqamlarni gapirilishi. Men hamyurtlarimizdan biri nima qilsam bo'lardi, mana shu texnika texnologiyaga foydam tegishi uchun nima qilsam bo'ladi deganda men o'zimcha endi yarim hazil, yarim chin qilib shu 1 million, 2 million dollarni mukofot puli qilib qo'yingda. Butun O'zbekiston bo'yicha robotlar jangi. Bir-birini uradigan, bir-birini pachaq qiladigan bor-ku chet elda boyagi. O'shanaqa qiling. Robosumo deydi. O'sha pulni yutaman deb ne ishlamagan kallalar ishlab qancha robotlarni olib kelishadi. Siz 1-2 million dollarni mukofot qilib bersangiz, bilasizmi, necha minglab bolalarga ilhom bo'ladi bu degandim. Bilasizmi, mana siz hozir muhandislikka yo'naltiryapman deyapsiz. Aslida bugunni ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugun agar bir nuqtada biz orqadamiz deb o'ksayotgan bo'lsak, shu muhandislar bo'lmagani uchun o'ksayapmiz aslida. Buni tuzatishni ayni payti buning uchun bu yo'ldagi harakatlaringiz muvaffaqiyatli bo'lishini juda ham istagan bo'lardim. Chunki mana biz kichkinaligimizda men har doim aytaman, yosh texnik ijodkorlar degan to'garaklar bo'lardi. U to'garaklarga men borardim hammasiga. Qayiq yasardik, kema yasardik, varrak yasardik, raketa yasardik, samolyot yasardik, uchirardik. Bu narsalar bir uzilish davri yashandi. Bilmadim, juda uzoq vaqt yashaldi. Va bu agar davom etsa edi, bu bizni kelajakda juda ko'p xafa qilardi. Mana biz hozir Turkiyadamiz. Bu yerda har yili bir necha marotaba Teknofestlar bo'ladi. O'tgan yil keldimmi? Keldim. Butun Turkiya bo'yicha minglab yoshlar o'zlari yasagan robotlar. Nechidir davlat deyishdi, 50-100 ta davlatdan ham kelar ekan. Keladi. O'zbekistondan ham keldi. Bizda O'zbekistondan bir yigit bor edi. U yigit vertolyot. O'zi vertolyot o'ylab topdi. Uni olib menga ko'rsatdi, tanishdik, xursand bo'ldik. Bu yil ham kelib o'rin ham olishdi biznikilar. Ammo yana ham ko'proq bo'lish kerak. Bu sizlarning o'sha sa'y-harakatinglar bilan bo'ladi deb o'ylayman. Bitta nuqtada bizni davrimizda bu muammo yo'q edi. Bu muammo biroz keyin paydo bo'ldi. Bu ota-onalar ortiqcha bolasini tarafini olish, bolasini o'qituvchidan o'zi ta'limini ishonib bergan biridan himoya qilish jarayoni boshlanib ketdi. Bog'chada ham, u yoqda ham, bu yoqda ham, hatto bolasini deb o'qituvchiga qo'l ko'targan ota-onalar ham kuzatildi boshqa. Bu o'sha o'rta yoshdagi o'quvchilarni ham hali o'tish davri yo endi ulg'ayayotgani, odob, axloq, u narsalarda bir endi boy tamal toshlarini qo'yayotgan payti bo'lgani uchun maktablarda bunday muammolar bor edi va bu muammolar har doim ta'limga ziyon berardi. Siz bu muammolarni maktabda qanday bartaraf qilyapsiz? Ya'ni o'rta sinflardagi natijalar qanaqa? U yerda bilmadim. Boya tizimli kitob o'qish haqida gapirdingiz.
bular yaxshi bilishim bo'yicha shaxmat bo'yicha bular haqida ozgina ma'lumot bersangiz, ya'ni tomoshabinlarimiz to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishi uchun. Xo'p, o'rta sinf bu zo'r davr. 5-sinfdan boshlanadi. To o'sha 8-sinf, 9-sinfgacha boradi, ya'ni shu 12 yosh, 15 yoshgacha. Bu farzandlaringiz bor bu yoshda, bilasiz. Bola keskin o'sadigan payt. Bo'yi o'sadi, ovozida o'zgarish bo'ladi, umuman shakli o'zgaradi. Bola edi, 3 yildan keyin ko'rsangiz, yeb ulg'ayib qolibsan deysiz. Shuni natijasida aqliy o'sish to o'sha 5-sinfgacha bo'lganchalik bo'lmaydi. Ya'ni bola u darajada tez o'rganmaydi. Tanani va umuman olinayotgan quvvatning asosiy qismi tanani o'stirishga ketadi. Aqliy rivojlanish sekinlashadi. Bu Montessori dasturida ham xuddi shuni hisobga olib, dastur 5-sinfdan keyin osonlashtirilgan. Bizni demak mana shu muddatda ikkita asosiy vazifamiz bor. Maktab o'laroq qolgan hammasi shundan kelib chiqadi. Birinchisi, bu bola katta o'zgarishlardan o'syapti, o'smirlikdan o'tyapti. O'zi qiynalib turibdi. Mana shu joyda uni gormonlari o'zgarib, o'zini qabul qila olmasliklari, har xil holatlari bo'lib turgan paytda tarbiyasi buzilib ketmasligini oldini olish. Yaxshi o'rganib kelayotgan yo'lidan chiqib ketib qolmasin. Bu qanaqa bo'ladi? Nima qilamiz bunga desa, biz o'sha muhit orqali qilamiz bu narsani. Shuning uchun ham biz tarbiya orqali bolalarni ketkazamiz va tarbiyali bolalarni maktabimizga qo'shishga harakat qilamiz. Chunki muhitdan zo'r hech narsa ta'sir qilmaydi. Ikkinchisi endi bolalarni muhabbatini o'ldirib qo'ymaslik. Chunki 1-sinfda hamma qiziqib o'qiydi. 3-sinfda ham shunaqa. Galopni so'rovnomasi ham bor, 95% boshlang'ich sinflarda qiziqish. 8-sinfga borib kelganda 20% ga tushib qoladi. Bolaning aqliy salohiyati pasayapti, ya'ni o'sishi, tezlashishi pasayapti. Natijada agar unga bosim berib, yana o'qi deydigan bo'lsak, u bezib qoladi, yomon ko'rib qoladi. Shuning uchun bizda bu bosqichda qiziqtirish, to'garaklar qo'yib tashlaganmiz. Shaxmat bo'yicha to'garak qo'yganmiz, sport bo'yicha, ovqat pishirish bo'yicha, robototexnika bo'yicha to'garak, ingliz tili bo'yicha to'garak, bu yildan mana qo'shilyapti. Mexanika bo'yicha, ya'ni muhandislik bo'yicha alohida to'garak, dasturlash bo'yicha to'garaklar qo'shilyapti. Nimaga? Qiziqqan narsangni top. Mayli, qiyin narsalarni o'qima, o'zingga yoqqan narsalarni o'qib, ko'proq kitob o'qi. Ya'ni sandagi bo'layotgan jarayonlar, boshqa odamlarda ham bo'lganini bil. Aynan biografiyalar o'qitamiz va o'zingni boshqa yangi dunyolaringni och. Dunyoqarashingni kengaytir. Mana shunaqa bu o'smirlikni 3 yilda o'tib olsak, 8-9-sinf bo'lsa bo'ldi. U endi jiddiy bo'ladi. U endi o'qishim kerak deydi. Yani u endi bizilib ketmadi, yomon yo'lga kirib ketmadi, yomon odatlar orttirmadi, telefonga mukkasidan ketib qolmadi. Endi uni borib o'qitsak 3 yilda zo'r natija bo'ladi. Mana hozirgi qilganlarimiz hammasi mana shu o'smirlikdan omon chiqib olgan bolalar. Buni mana natijalar sekin ko'rinyapti. Eng ko'p kitob o'qiyotganlar bizda aynan mana shu 55% dan katta qismi o'rta sinfdagilar. Yuqori sinfdagilarga kitob o'qishga vaqt yo'q 11larda. Ular tayyorgarlik bilan band. Ular matematika o'qiyapti, IELTS topshiryapti, bitiruvchimiz hammasida IELTS bor-da. Ya'ni bu narsa uchun ular kitobga vaqt ajratolmaydi. Kichik sinflarimiz hali ular endi o'zini darslari qiziq, ular ham kitobga vaqt ajratolmaydi. Butun maktabdagi asosiy kitoblar bizda o'rta sinfda o'qiladi. Robototexnika bo'yicha, mana shaxmat bo'yicha natijalar qilish va to'garakdan-da bu endi. Ya'ni matematikadan, ingliz tilidan, arab tilidan bu yoshda ulardan natija kutish biz qiynamaymiz, kutmaymiz. 9 sinfda qilib berasan, mayli. Asosiysi qiziqishingni yo'qotib qo'yma. Ya'ni sen o'smirsan, o'smir kattalashyapsan. Mana shu narsani yo'qotib qo'yish. Shuning uchun asosiy natijamiz to'garakdan va kitob o'qishdan. Eng katta yutuqlarni mana shu o'rta sinflarimiz olishadi. Velosiped yutgan qizimiz ham, MacBook yutgan qizimiz ham, bolalarimiz ham, planshet yutayotgan bolalarimiz ham kitob o'qib aynan mana shu sinflarda. Bu sinfda 7-sinfda IELTS olishing kerak, ingliz tili o'rgan, arab tilidan sertifikat olib bilmaymiz. Nima qiladi u uni? Foydasi u kerak emas unga. U hozir undan ko'ra relsidan chiqib ketmasin. Shu mana demak, xulosa qilib aytsak, tarbiyasini ushlab turibmiz. Bolalar eng ko'p segmentimiz, ya'ni eng ko'p kitob o'qiyotgan bolalarimiz ana shular. Robototexnikadan, shaxmatdan eng ko'p natija qilayotgan o'quvchilarimiz ham shular. Demak, bularni bizning vazifamiz tarbiyasini ushlab turish, kitob o'qishga qiziqtirish va anaqasidan tarbiyasidan chiqib ketmasligi. Oksford universiteti yil kalimasi o'laroq boyaga aytdik, brain rot, ya'ni miyaning chirishi bu qamrov atamani o'rtaga tashladi va bu atamadan kelib chiqib bu muammodan miya nega chiriydi degan kelib bu telefonlar, bu planshetlar va u yerdagi o'sha rollar, o'tkazishlar miyani chiritishi haqida
olimlar aniq xulosaga kelgandan keyin Yevropadagi bir nechta davlatlar bolalarga telefon berishni taqiqlab qo'ydi. Biz bilamizki, sizni maktabingizga ham kiraverishda telefonni olib qo'yish odatinglar bor, ham o'qituvchilardan, ham o'quvchilardan nazdimda. Bu qanday natijalar beradi? Buni qanday o'yladingiz? Buni masalan qilish oson bo'lmasa kerak. Qanday qildingiz? Hali Oksfordda ham yo'q edi bu haqida fikrda. O'qituvchilardan olmaymiz. O'qituvchilardan olmaymiz. O'quvchilardan olish uzoq oylik va yillik jarayon. 2 yil davomida kurashib kelamiz. Kichkina sinflarimiz, 10-sinfgacha bo'lgan sinflarimiz hammasi topshiradi, majburiy. Men direktorimizga taklif kiritdim. Qani dedim, ustoz dedim, bizning maktabimizda bolasini beradigan odamga uyida ham telefon ishlatishni taqiqlasak-chi dedim. Xitoyga o'xshab. Kuniga 1 soat. Bo'lib qolgan hammasi taqiq. Keldimi? Majburlab biz o'sha belgilab bergan modeldagi telefonni oladi. Biz bunga o'z dasturlarimizni o'rnatamiz va taqiqlab tashlaymiz. Reels bormi, short bormi, hammasini kuniga 1 soatgina o'yinga yoki o'sha o'zi xohlagan narsaga ruxsat beramiz. Qolgan faqatgina mumkin bo'lgan saytlarga dedim. Yo'q, qabul qilish olmaydi. Sinov tariqasida qilib ko'rdik. Qani xohish bo'yicha ota-onalar olib kelinglar, biz sizlar uchun bolalarni telefonini nazorat qilib beramiz. 100 tadan 35 ta, 35%. Demak, ota-ona rozi bo'ldi. Demak, 75% ota-ona rozi emas. Rozi bo'lmaganlardan so'raganimizda, "Hozir bu telefon qilmasa nima qiladi? Bu meni bezovta qiladi." Ya'ni degan masala, ya'ni nima bilan shug'ullanadi degan masala ko'tarildi. Keyin o'yladikki, ha, demak biz bolalarni o'sha vaqtlarda ham band qila olsak, keyin biz 100% ga chiqa olar ekanmiz. Telefon olib qo'ydik bolalardan. Mana bitta o'quvchi telefon olib qo'ydik, o'qishi yaxshilashadi, uyqusi yaxshilashadi, ishtahasi yaxshilashadi. Qaytarib beramiz, uxlash, darsda uxlab qolish boshlanadi, o'qish pasayib ketib qoladi, chalg'ish boshlanadi, pasayib, ya'ni bitta miya, bitta odam. Lekin bitta dars, bitta o'qituvchi, lekin effekt har xil. Ustozlarga, bolalarga aytaman, biz bu reyslar bilan raqobat qila olmaymiz. Tinchgina taqiqlik. Eng zo'r psixologlar ishlaydi, eng zo'r maktablar ishlaydi ularda. Biz unaqa bo'la olmaymiz. Eng yaxshi yo'li taqiqlash. Va ko'p aytaman ota-onalarga ham, mana shu algoritmlarni yasovchi dasturchilarni, bularga pul tikuvchi venture investorlarni, bularni CEOlarni katta qismi Silikon vodiysida yashashadi. O'sha yerda bolalarni o'qitishadi. O'sha yerdan chiqqan Kaliforniyadagi. Silikon vodiysida Waldorf maktablari bor. Asosiy biz dasturlarni ishlatadigan odamlarni farzandlari o'sha Waldorf maktablarida o'qishadi, xususiy maktablar. Waldorf maktablariga farzandingizni bersangiz, smartfon mumkin emas, hattoki uyda ham ishlatish. Ya'ni oddiy telefon ishlatishingiz kerak. Nega? Ular bilishadi buni zararlarini. Chunki qanaqa qilib ko'proq odam ishlatsa, qanaqa qilib ko'proq reklama sotsa ekan, qanaqa qilib ko'proq daqiqalari shu yerda o'tsin ekan deb aytishadi-da. Bizning maqsadimiz shunga chiqish. Hattoki uyida ham ishlatmasin. Birinchi yil bolalar bekitib olib kirishdi, nimadirlar bo'ldi, hattoki yumshoqlik qilib qo'ydik. 70, 75, 80% ba'zi sinflarga chiqa oldik. Bu yil 100% qo'ng'iroq olib chiqdik, ya'ni telefon mutlaqo ko'rmayapti 10-sinfgacha bo'lgan bolalar. Keyingi yillarda uyda ham ishlatmasin. Bizni maktabda o'qitmoqchimisiz? Uyda ham bermaysiz, uzr. Mana bu modeldan olib berasiz. Xitoy qilyapti-ku o'zini aholisini, o'zini xalqini o'ylab. Avstraliya qilyapti-ku o'zini xalqini o'ylab. Nechidir $1000 gacha, $100,000 shtraflari bor. Kaliforniya shtati qilyapti-ku, DeSantis meri o'zini aholisini o'ylab. Mana boya gaplashdik, Gollandiya qilyapti-ku o'zini aholisini o'ylab. Biz mana muhandis deyapmiz, kelajak robotlarniki deyapmiz. Bu yerda diqqat yig'ib o'tiradigan bolalarimiz bo'lmasa, bularga ularni yo'naltirishdan foyda yo'q. Diqqatni demak o'g'irlardan birinchi xalos qilishimiz kerak. Uyga xazina yig'ishdan foyda yo'q, uni o'g'irlab ketib qolayotgan bo'lsa. Diqqatimizni o'g'irlab olib ketayotgan bo'lsa, biz darsda gapirishimizdan foyda yo'q. Shuning uchun bu telefon ochilganimizdan beri qoida. Bu yog'iga faqatgina qattamlashadi. Navoda kimdir kelajakda bermoqchi bo'lsa, shuni hisobga olib qo'ysinki, hattoki uydagi telefon ishlatishgacha baribir nazoratga kiramiz, xudo xolis. Mana Azbek, bizga bobolarimiz aytishganda, kattalarimiz, bir joyga borsang, ustozni tanlashga shoshilma. Kuzat. Eshit odamlarni. Uzoq muddatli kuzatuvdan keyin birini etagini tut. Agar bu kuzatuv jarayoni bo'lmasa-da, odamlarning gapiga ko'ra, falonchi ustoz yaxshi degan gapga ko'ra harakat qilsang, o'zingda aniq bir qanoat hosil qilmasdan turib, ertaga u ustoz seni ko'nglingdagidek bo'lib chiqmasa, ya'ni u yerdan ketsang va boshqa ustozga borsang, u bilan ham kelishmasang, bora bu falonchi shogird olmay qo'yinglar, bu bir joyda ta'lim qila olmaydigan. Ya'ni sen ustozlarni yomonlash orqali
o'zingni yomon otliq qilib qo'yasan. Meni bu yerda diqqatimni tortgan narsa shu. Ustoz tanlashda shoshmaslik kerak, uzoq kuzatish kerak, uni anglash kerak, tanish kerak. Keyin borib etagini tutganda shu darajada bo'lish kerakki, men o'zimni ichimdagi har narsaga qarshi chiqaveradigan, bilag'onlik qilaveradigan ovozimni o'chirib qo'yib, ustozni oldiga kela olishim kerak. Muxlis bo'lish kerak. Masalan, siz ham masalan o'qituvchilaringizni qanday tanlaysiz? Bu bir ota-ona uchun men uchun juda muhim buni bilish. Masalan, nima chegaralar qo'ygansiz? Qanaqa talablaringizga javob berish kerak? Chunki biz farzandimizni sizga berganimizda ustoz tanlash masalasini sizga ishonganimiz uchun beramiz. Sizni o'zingizga ishonamiz, bu boshqa masala. Sizni tanlayotganingiz, ya'ni bizni farzandlarimizga ta'lim berayotgan odamlarni qanday tanlayapsiz? Ular kimlar? Bular haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Albatta. Asli maktabni tanlayotgan ota-ona uni binolariga, ovqatlariga, to'gaраklariga e'tibor bergandan ko'ra, mana bolalarimni kim o'qitadi degan savolga ko'proq e'tibor bergan ota-ona to'g'riroq, uzoq muddatliroq qaror qilayotgan bo'ladi-da. Shuning uchun ustozlarimizni biz bekitmaymiz, rasmlarini chiqaramiz, ular bilan podkastlar qilamiz, ular bilan suhbat qilib turib hammasini chiqaramiz va undan tashqari bemalol mana ma'lumotlarni ochiq qo'yib qo'yamiz, bemalol olib surishtirib olinglar, mana bu yerda ishlagan, mana bu yerda o'qigan deb. Nimaiki, chunki mana bu insonlar sizlarni farzandlaringizni o'qitadi. Men o'qitmayman, balki topkur menga ishonib, mana videoda chiqyapmiz, gapiryapmiz, bu chatda olib kelgan bilan men bolalaringizni o'zim o'tirib nimadirlar o'rgatmayman. Balki bu jamoani boshida turib, rivojlantirib, rahbarlik qilib ularga aytamiz, ular o'qitishadi. Masala nimaki, biz ustozlarni qanaqa tanlasak, o'sha bolalarimizni kelajagini tanlayotgan bo'lamiz. Shu. Endi qanaqa tanlaymiz degan savol. Birinchi ishni boshlaganimda men ustozlarni bilimiga qarardim. Eng zo'r bilimlisi bo'lsin. Shunda bolalarimiz bilimli bo'ladi. U ta'limni endi boshlagan 2005-yillarda. Keyin bu fikrimdan qaytdim. Chunki odamda bir narsa bor bo'lib turib bera olmasligi ham mumkin ekan. Keyin ikkinchi bosqichda ta'lim metodikasi zo'r bo'lsin, pedagogikasi zo'r bo'lsin. Shunda borini berib tashlaydi dedim. Keyin bilimi zo'r bo'lsin. Bu bosqichda ham qanchadir payt ishladik. O'tgan yillari shunaqa fikrlardim. Bu yil yana o'zgardi, qo'shildi fikrimki, bolalar jon bo'lsin, bolalarga mehribon bo'lsin, bolalarni yaxshi ko'rsin. Ya'ni bolajon bo'ladi-ku, bolalarga mehr bera oladigan odam, vijdonan. O'qituvchilikni tanlanmas ekan, o'qituvchilik kasbi o'zining egasini tanlar ekanda. Shunga e'tibor berishni boshladik. Demak, hozirgi kriteriyimiz mehr, pedagogik mahorati, bilimi. Qanaqa tekshiramiz? 10,000 ta ariza kelib tushdi shu kungacha, mana biz bu yil bizga 40 tagina o'qituvchi olishimiz kerak. 0,5%. Mehrini qanaqa tekshiramiz? Qani o'quvchilaringiz haqida nima qilgansiz? Ma'lumot bering. Standart natijalar bor. Ancha standartdan oshib ketish kerak o'qituvchining natijasi. Mana bu mehrni bildiradi. Ya'ni qo'shimcha shug'ullangan, nimalar qilgansiz? Mana o'quvchingiz haqida aytib bering. Nom-nom, ism-ism ota-onasigacha bilyaptimi? Pedagogik mahorati tabiiyki boshqa o'qituvchilar kuzatadi, dars berishadi. Xuddi shu, ya'ni darsni kuzatib baho berishadi. Mana shu joyini bilishar ekan, mana shu joyini bilmas ekan. Bilim qismi bu endi test bo'ladi. Birinchi yil Rahimsko'l maktabi ochilganda 8 ta o'qituvchimizda tanlovda adashganimni tushunib yetdim. Ya'ni 1 yil o'tib bular bilan shartnomani bekor qildik. Bu prinsipda ishlatgandik. Mana 1 yil o'tdi, bitta yuqori sinfda va bitta boshlang'ich sinfda 2 dona o'qituvchida adashgan ekanmiz. Farg'ona filimimizda 1 dona o'qituvchida adashgan ekanmiz. Bolalarga bilimi bo'lsa-ki, pedagogikasi bo'lmasa bera olmaydi. Pedagogikasi bo'lsa-ki, dars beradi. Darsdan tashqarida shug'ullanmasdan chiqib ketadi. Mehrni belgisi mana shu. Darsdan tashqarida bolalar bilan gaplashyaptimi? Ustoz deganda ko'tarib, "Ke, gapim borsa." Men qaysi ustozni mehribon deb bilaman? Matematika ustozi, lekin bola kelyapti-da, o'rtog'i bilan urushib qolganda maslahat so'radi ustozdan. Ya'ni hayotiy masalasini ham aytayapti unga. Mana bu ustozni mehribonlik ko'rsatkichi. Ya'ni to'g'ri aytaman, bitta misol aytib o'tib ketaman. Men hozir universitetda yana o'qiyapman. Men yoshim endi 40 dan oshib ketdi. Shunda ham o'qituvchimiz aytadiki, kutubxonaga kelsang, men endi 3-universitet o'qiyapman. Kutubxonaga kelsang, birga dars qilamiz. Endi tashqaridan qaraganda kulgili tuyulishi mumkin.
ammo mavzu u qadar qiziqki, u qadar qaynaysiz. Agar bu narsa yoshlikda qilinsa va unday nima qilinsa, unday ko'nikma bolada ham hosil qilinsa, muhtasham natijalar beradi deb o'ylayman. Shunchaki meni vaqtim 45 daqiqa, men bu 45 daqiqa uchun mas'ulman deb qaralmasa, boya aytganingizdek bir qadar fidokorlik nimadir bo'lsa, u yerda tabiiyki men gapingizni bo'lib qo'ydim, men fikr. Chunki hayotingizda bo'lyapti-da, ko'ryapsiz shu narsani. Ya'ni kim ustozlarga ham aytamanki, oxirgi treningimda ham aytdim. Sinfdan tashqaridagi munosabatimiz zo'r bo'lmagunicha, sinfdagi ichgisi ham zo'r bo'lmaydi. Sinfdan tashqaridagisi zo'r bo'lsa, sinf ichidagi ham zo'r bo'ladi. Bu nimaga solishtirsa bo'ladi? Mana shu hozirgi siz bilan suhbatimiz zo'r bo'lishi uchun bundan tashqaridagi suhbatimiz ham zo'r bo'lishi kerak-da. Ya'ni gaplashdik-ku. Bu intervyusiz ham biz suhbatdosh bo'lishimiz kerak o'zi. Shunda bu ham yaxshi bo'ladi. Shunda bir-birimizni tushunishimiz, topishimiz osonroq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu narsani endi tushunib yetdik. Ya'ni oxirgi yillarda, oxirgi oylarda tushunib yetdik. Shunga qarayapmiz endi va shunda tushunyapmizki, boyga kirgan o'quvchi fanga qiziqib chiqib ketadi. Boyga nega bilan chiqib, men shuni o'qiyman, zo'r ekan deb chiqib ketadi. Chunki u shaxsiyatni yaxshi ko'radi. Bu Vygotsky nazariyasi, ya'ni bir ustozni yaxshi ko'ramiz. Ustozni yaxshi ko'rib hurmat qilgandan keyin nima o'tayotgan fan bo'lsa, u yoki nimadir tushuntirgan bo'lsa, nimadir ishni ustasi bo'lsa, ana shu narsani u orqali yaxshi ko'rib qolamiz. Keyin yaxshi ko'rganimizdan keyin uni metodikasi, bilimi keyin bizga o'tishni boshlaydi. Bir to'pga yaxshi damlangan bo'lsa, bir futbol to'p, havo yaxshi, havo ya'ni to'g'ri miqdori to'g'ri berilgan bo'lsa, yarim ishni to'pni o'zi qiladi. Agar yo sal ko'p bo'lsa, yo dami deb qo'yamiz. Dami yo sal kam bo'lsa, nima qilsangiz ham to'g'ri bo'lmay chiqaveradi-da. Qattiqroq tepishingiz kerak bo'ladi, shamol bilan kesishu, ya'ni ishingiz og'irlashadi. Demoqchi bo'lgan narsam shu. Agar bir bolaga to'g'ri tarbiya berilsa va to'g'ri sharoit yaratilsa, u ta'lim olishni jarayonini tezlashtiradi. Nega? To'g'ri damlangani uchun. Ishni osonlashtiradi va juda ko'p o'zlari tashabbuskor bo'lishi mumkin bu ta'lim jarayonida. Nima demoqchiman? O'quvchilarni o'zlari qilgan bir amaliy loyihalar ham bormi? O'zlari tashabbus qilib. Bu juda muhim. Ular uni uddalashi, uddalay olmasligi bu boshqa masala. Ammo ularni bir narsaga tashabbus bilan chiqishi bu mutlaqo boshqa masala. O'quvchilaringiz orasida bunday tashabbuskorlar bormi? Agar bo'lsa, ular nimaga tashabbus qilishyapti? Bu yil yangi kelgan o'quvchilarni to'g'ridan 3 qismi avval xususiy maktablarda o'qishmagan. Ya'ni ular qanaqa holatdan kelayotganini biz bilamiz. Bizdagi birinchi qiynagan masalalardan bittasi boyagi tashabbus uyg'otish. Sen fikr bera olasan, seni fikring qabul qilinadi. Sen qil, sen budjet so'ra olasan. Sen bir narsani olib borib oxiriga yetkaza olasan. Bu maktabda seni direktor ham eshitadi, o'qituvchi ham eshitadi, men ham eshitaman degan narsani berish bo'ldi. Bu narsani sekin-sekin qilib kelyapmiz deb o'ylayman. Birinchi bolalar qilgan narsasi bu biz ximiyadan laboratoriya qildik maktabimizga, lekin fizikadan qilmadik. Ya'ni laboratoriyani o'zi bor, shkoflari, boshqa narsalari, lekin jihozlari yo'q. Va boyagi fizik ustozimiz nega degan prinsip qo'yadigan ustozlardan bolalar aytishdi. Fizikani qanaqa qiziqamiz ustoz bizga? Yo'q-ku uskunalar. Misol uchun sirt tarangligi yoki sirt ishqalanish kuchini o'lchaydigan instrumentimiz yo'q-ku. Yoki Newton ikkita qonunini ko'rsatadigan kuch beruvchi anaqamiz, qurilmamiz yo'q-ku. Keyin ustoz aytdiki, yo'q bo'lsa yasaylik, yo'q bo'lsa yasaylik. Nima muammo? U qiyin narsa emas. Chizmasini chizamiz, teoriyasini o'qiganmiz, o'zimiz yasaylik deyishdi. Va 3,5 oy davomida yasab chiqishdi. 3,5 oy davomida yasashdi va bizga taqdimot qilishdi. YouTube'ga videolarni ham qo'ydik. 6 ta guruhga bo'linishdi bolalar. Har bitta sinfdan guruh bo'lib va maktabimizda yetishmayotgan fizika jihozlarini yasashdi. Men sotib olamiz degan joyimda fizik ustoz yo'q dedi. Hozir bular yasasa, o'sha sotib olgan instrumentni ishlatganligidan ko'ra ko'proq tushunib oladi. Chunki bir narsani ishlatish uni qanaqa ishlashiga sabab tushunishiga olib kelmaydi. Kamerani ishlatishni o'rgansangiz, siz uni qanaqa ishlashini tushunib olmaysiz. Lekin yasasangiz qanaqa ishlashini tushunib olasiz. Yasashdi, taqdimot qilishdi va keyin oxirida aytishdiki, juda ko'p maktablarda yo'q ekan bu uskunalar. Biz 5 baravardan 7 baravargacha arzonroqga yasadik. Sotmaymizmi deyishdi. Har bitta guruhdagilar. Keyin men
bo'ldi dedim. 5-6 maktab tanishlarimiz bor edi. Shunaqa bolalarimiz yasashyapti. 5 barobar narxi arzon. O'sha ishni 99% aniqlikda qiladi. 100% emas, aniq 100% qilisha olmadi bolalar. Ya'ni misol 10 sekundda tushish kerak bo'lsa 9.9 sekundda tushyapti. Lekin isbotlash uchun yetarli. Bilamiz deyishdi. Bolalar yasashni boshlashdi. Endi hozir sotish bilan shug'ullanishyapti. Keyin muhandis loyihasini qilishdi yuqori sinflarimiz. Bu loyiha men o'zim boshlagan ishni davomi. Bolalarni o'sha iqtisodchi bo'laman degan bolalarni yoki diplomat degan bo'laman degan bolalarni agar u bolalar o'ta aqlli va harakatchan bo'lsa, muhandislikka yo'naltirib yuboraman deyman. Qo'y deyman, bu sohalarda 10 ta odam bitiryapti, 7 tasi 6 tasi shu yo'nalishda ishlamayapti baribir. Mana yo'nalishda ishlayotganlar bor. Bizdek odam yetishmayapti. Kelajak robotlarniki, kelajak dronlarniki, kelajak texnikaniki, kelajak muhandislarniki, kelajak elektr bilan bog'liq, kelajak atomniki. Bizga shunaqa odamlar kerak. Bu unaqa kadr bo'lib chiqsa ham butun dunyoda kerak bo'lasan. Bundan tashqari mayli boshqa joydan imkoniyat chiqib qolsa, u ishni ham qilib ketaverasan deb qiziqtirardim-da. Chunki boshida muhandis bo'laman degan o'qishimiz 10% emas edi. Nimaligini ham bilishmasdi. Endi bu 10-11 sinf o'quvchilarimiz mana shu yukni mendan olishdi. Aziz aka, bizni qiziqtiraylik. Qo'y, mana biz muhandislik bo'yicha grant yutdik, boshqa qildik. Keling bizni qiziqtiramiz. Va bu bizga qanaqadir bitta loyiha bo'lib qoladi. Biz o'zimiz ham muhandis bo'lib o'qiyapmiz, biz o'zimiz ham tushuntirish davomida qancha narsa o'rganyapmiz deyishdi. Mana shu loyihani qilishdi. Grant yutib olishdi bizdan 10 million, saytlar qilishdi, Telegram kanallar qilishdi. Va boyga o'sha kimyo laboratoriyamiz bitgandan keyin tabiiy laboratoriya ishlarini ham qilishni boshlashdi bolalar amaliy. Mana shular bo'lsa kerak, eng ko'zga ko'ringanlari. Kitob o'qiyotgan bo'lsa, nimadir yasayotgan bo'lsa, nima deb savol berayotgan bo'lsa, bu juda katta narsa. Endi bu rejalar haqida ham ozgina gapirsangiz. Bu yangi yilda qanaqa rejalar bor? Nima o'zgarishlar bo'ladi? Yo hammasi joyidami, yo biroz kengayyapsizlarmi? Bular haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, kichkina sinflarda biz yapon matematika o'qitish tizimini olib kirdik. 7 million o'quvchisi bor dunyo bo'yicha Kumon dasturi. Bu dastur yaxshi tarafi biz 1 yil sinadik. Bitta sinfimizda, 3-sinfimizda sinadik. Bu dastur mana shunaqa planshetda matematika darslari ruchkani oladi va bola ishlaydi misollarni. Kuniga yarim soat. O'qituvchi yo'q. Faqatgina kuzatuvchi bor. Bola xato qiladi-ku. Xato qilganda uni xatosini o'qituvchi kelib to'g'rilamaydi. Savol beradi. Nima deb o'ylaysan? Nima joyi xato shuni deydi. Va u o'zi topish kerak o'zini xatosini. Eng qizig'i mavzu tushuntirish yo'q. Shunchaki tepaga yozadi 3 qo'shilgan 3 barobar 6 deydi-da. Pastga 3 qo'shilgan 4 barobar o'zing top deydi. Mana shunaqa qilib ko'paytirishni ham, bo'lishni ham, ildizni ham, logaritm hamma narsani mana shunaqa tushuntirgan. O'qituvchisiz. Bola o'zi mag'zini chaqish kerak va xato ishlagan paytda xatoligini ko'rsatadi, lekin o'zi topish kerak. Bu muhtasham, bu mantiqdan rivojlanadi. Mantiq rivojlanadi, matematika rivojlanadi. O'zini o'zi o'rgatish, avtodidaktizm yoki o'sha self studying deymiz biza, mustaqil dars qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Yaponlarda shuning uchun ham ommalashgan. Yaponiyani o'zi 4 million bola ishlatar ekan. 8 million maktab o'quvchisi bor ekan, teng yarmi shu Kumondan matematika darsini qilar ekan. Dunyo bo'yicha 7 million o'quvchisi, 75 yillik dastur. Shuni biz 1 yil davomida ko'ndirib, yalinib olib keldik O'zbekistonga. Ya'ni masala nimadaki, matematika o'rgatish emas, matematika o'rgatib qo'yish qiyin emas. Lekin buni o'qituvchi doskaga yozib o'rgatmayapti. Bola oldiga muammo qo'yilyapti, yechasan mana shuni. Va biz nima qildik 3-sinflarga? 2 qo'shilgan 2 dan boshladik. Bolalar nima qiladi? Oson-ku bo'ldi deb yechishni boshlashdi. Shu sizda bola 2 + 2 ni yechib tashlaydi. Yechdi va masala qiyinlashib bordi. Xo'p, mana hozir 1 yil tugadi. Nima bo'ldi? 3-sinflarimizda 3 ta bolamiz 5-sinf dasturini tugatishdi. 2 yil oldinga o'tib ketishdi. Yana 1 yil davom etsa 4-sinfga borib 7-sinf degani bu. Men o'zim Yaponiyaga borganda 4-sinf o'quvchini 11-sinf misolni ishlayotganini ko'rdim. 4 yosh bolani 4-sinf misolni ishlayotganini ko'rdim. Kuniga yarim soat. U soatlab dars qilmayapti. 12 ta bolamiz 4-sinf misolini, 7 ta bolamiz o'zini darajasida ketyapti. Dasturning yaxshi tarafi hamma o'zini tezligida ketadi. Chunki ustoz yo'q-da. Ustoz bilan chegaralanmagan mavzu. Ustozni diqqati bilan chegaralanmagan. Bizning xarajatimiz har bitta bolaga bittadan planshet olib berish xolos. Men boshida skeptik qaradim. Shuning uchun ham bitta sinfda test qilib boshladik. Lekin mana 1 yil o'tdi 3-sinfimizda. Narigi 3-sinfimizdan solishtirdik, boshqa maktablar bilan solishtirdik, boshqa davlatlar bilan ham solishtirdik.
endi hamma boshlang'ichimizga joriy qilyapmiz. 2-chi, 3-chi, 4-chi hamma boshlang'ichimizga joriy qilyapmiz va bu dasturni qolib ketayotgan orqada qolib ketayotgan bolalarga ham, oldinga o'tib ketmoqchi bo'lgan bolalarga ham bermoqchimiz. Mana bepoyon dala. Qayergacha yugursang yugur. To'siq qo'ymaymiz. Ya'ni ketsang ketib demoqchimiz. Eng qizig'i joniga tegmaydi bolalar. Chunki kuniga yarim soat. Bu birinchi yangiligimiz boshlang'ichlarda. Ikkinchisi esa bu filial ochamiz. Tabiiy bu Ibn Sino mavzesida Toshkent shahrida ochyapmiz. Birinchi filialimizda joy yo'q. Navbat qo'yishni boshlaganmiz bu yilda. Bu yil navbat qo'yib odamlar xafa bo'lib ketib qolishdi. Navbatga joy topib bera olmadik. Yaxshi yangiliklarimizdan bittasi, birinchi yil biz ota-onalarning rozilik foizini o'lchaganimizda 81 chiqqandi, keyin 86 bo'ldi, 83 bo'ldi, 86 bo'ldi. Hozirgi kunga kelib 91% ota-ona bizdan kutilgan narsasini ola olayotganini va boshqa tanishlari, qarindoshlariga ham bizni tavsiya qilayotganini aytishdi. Rozilik boshqa, tavsiya boshqa. Chunki o'zingiz rozisiz, lekin bir do'stingizni tavsiyasiga shoshmay turasiz. Chunki uyaltirib qo'ymasmikin? Menku mayli, uyaltirib qo'ymasmikin deysiz. Bu narsa biz eng katta tuyg'ularimizdan deb o'ylayman. Ya'ni yildan yilga tushib bormasdan balki yuqorilashib borayotgani ota-onamizning roziligi. Bog'cha ochdik. Bog'chamiz ham elita bolaga yaqinlashib qoldi. Toshkent shahridagi kam sonli o'zbek bog'chalaridan. Nima uchun o'zbek? Rus bog'chalari yetarli, yaxshi bog'chalar ko'p, ingliz tilida ham. Biz aynan o'zbek tilida o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun, tili o'zbek tilida chiqsin degan ota-onalar uchun shu sharoitni qilib bermoqchimiz. Bog'chada qarang, bola 200 hafta bo'lar ekan. 3 yoshdan 7 yoshgacha. 4 yil 50 haftadan. Shu 200 hafta davomida 200 ta odat o'rgatmoqchimiz va 200 ta she'r yodlatmoqchimiz. Boshlab yubordik. 200 ta odat nima? Navbatda turish, bir joyga kirganda taqillatib kirish xonaga. Mehmon ketganda, yana keling, xush kelibsiz deb kuzatib qo'yish. Shunga o'xshagan o'zimizning milliy foydali odoblar, odat ko'rinishida. Chunki bola bitta deydi bo'ladi yosh paytida va shunaqa ekan, shunaqa qilish kerak ekan deydi. Ovqat yeyishdan oldin albatta qo'l yuvish kerak ekan deydi. Bo'ldi, shuni o'rgatib qo'yasiz. O'zingiz yuvib ko'rsatasiz, bo'ldi. She'r nimaga? Po'lat Mo'min, Muhammad Yusuf tarbiyaviy she'rlar. Birinchi masala xotira yaxshilanadi. Ikkinchi masala ertaga uni ma'nolarini tushungan paytda, tushunadigan yoshga borganda u tiliga kelib, ha deb turib chaqishni boshlaydi. Mana shu ishlar bilan bandmiz endi hozir. Biz kichkinaligimizdan hozir ham shunday. Faqat bir sarmoya desa, moddiy sarmoyani tushunamiz. Aslida aziz tomoshabin, bir nechta sarmoya turlari bor. Bittasi madaniy sarmoya, bittasi ijtimoiy sarmoya, bittasi ramziy sarmoya. Biz qolgan 3tasini unutib qo'yib, faqat moddiy sarmoya haqida o'ylaymiz va bu eng katta xato. Aslida moddiy sarmoya, ma'naviy sarmoyasiz, ijtimoiy sarmoyasiz va ramziy sarmoyasiz qabohatga yo'l ochadigan bir sarmoyadir. O'shaning uchun bugun farzandlarimizga qilayotganimiz sarmoya o'zi uchun ham, millatimiz uchun ham, xalqimiz uchun ham, jamiyat uchun manfaatli bo'lishini istasak, ularni ma'naviy sarmoyalari qanaqa bo'lyapti, madaniy sarmoyalari qanaqa bo'lyapti, kimlar bilan o'qiyapti, kimlar bilan tanishyapti, atrofida kim, bu hammasi ijtimoiy sarmoya. Kim bilan qayerga boryapti, uyda kutubxonada nima kitoblar bor, nima kitoblar o'qiyapti, bu madaniy sarmoyasi. Bu o'quvchini uyida kutubxonasi bor. Kutubxonasida bilmadim 500 ta kitobi bor. Bu uni bu ko'rgazmalar zaliga borib turadi. Buni madaniyati bu. Bu bundan xabardor. Endi uni ijtimoiy sarmoya desangiz, bu falon yozuvchi bilan suhbatda ham ishtirok etdi, u bilan tanishdi. Buni o'qituvchilarning bittasi falon akademik. Bu falon akademikni nimasi? Bu falon Rahimov skulda o'qidi. U yerdagi o'qituvchilar bu uni ijtimoiy sarmoyalari. Endi uni qo'lga kiritgan narsalari falon olimpiadada ishtirok etib, falon oldi. Bu muhandislik tanlovida bu o'rinni oldi. Bu kitob o'quvchilar nimasida bu o'rinni oldi. Bu endi uni ramzlari. Nimalar qildi, qayerda o'qidi, shakli, shamoyili, bu sarmoyalar bo'lmaskan,
Siz farzandingizga istagancha moddiy sarmoya bering, ularni hammasi havoga uchib ketadi. Men shuni deb o'ylayman. O'shaning uchun sizni maktabingiz, siz taklif qilayotgan yo'llar, bunday harakatlarning hammasi, men aytmoqchimanki, siz hatto farzandingizga moddiy sarmoya bermasangiz ham, qolgan sanaganimiz 3tasini bersangiz, moddiy sarmoyani bular olib keladi. Ijtimoiy tanish bilishlar, sarmoya, uni aqli, odobi, axloqi, madaniyati va uni ramzlari. Uni pul olib keladi unga. Tirikchiligi o'tadi, ya'ni och qolmaydi unday odamlar demoqchiman. Ammo faqatgina moddiy sarmoyasi bo'lsa, qolgani bo'lmasa, uni o'ziga ham bir foydasi bo'lishiga amin emasman. Sizni bu yo'ldagi harakatlaringiz uchun chin dilim tabriklamoqchiman. Bir ota sifatida. Meni 2ta farzandim sizni maktabingizda ta'lim olyapti. Juda minnatdorman. Inshaalloh yana ham yaxshi bo'ladi. Qizim mana o'tgan yil kitob o'qish nimalarida yaxshi o'rinlarda qo'lga kiritdi, ko'p kitob o'qidi. Meni o'zimdan 100 dan ortiq kitob talab qildi, masalan. Bu meni xursand qiladi. Inshaalloh ularni ham hamma o'quvchilaringiz yutuqlari bardavom bo'lsin. Biz o'tgan yil va'dalashgandik. 1 yildan keyin suhbat qilamiz deb. Alhamdulillah mana suhbat qildik. Yana va'dalashaylik. 1 yildan keyin yana suhbatlashaylik. Chunki bizga ham qiziq, mana o'tgan yili bir tanishuvga o'xshagan bir suhbat bo'ldi. Chuqur uncha kirmadik. Bugun ancha chuqurlarga kirdik. Ta'lim, tarbiya yo'nalishida. So'ngsiz o'laroq yana bir sizga so'z bersak-ku, shu bilan keyin Dilkashni bugungi 5-sonini ham yakunlasak. So'nggi so'z o'rnida endi men ota-onalarga biroz nima desam ekan. Kuzatuv o'laroq bolalarimizdagi bo'layotgan jarayonlar, o'zgarishlarni ko'rib, shu kuzatuv o'laroq bir narsa aytmoqchiman. Bu endi hali o'zimiz farzand hali katta qilmadik, ya'ni bolalarimiz hali yosh. Shunga buni tavsiya yoki tanbeh o'rnida emas, balki kuzatuv o'rnida qabul qilishligini so'raymiz. Bolalarimiz, ayniqsa bizdagi o'sha millat bolalari aziyat chekadiki, bolalar jiddiy olinmasligidan. Ularni o'sha xohishlari, deylik, fikrlari yoki o'sha istaklari bo'lishi mumkin, jiddiy olinmasligidan va jerkib berishligidan yoki hisobga olinmasligidan. Men bir narsani kuzatdimki, har xil ota-onalarimiz bor, jiddiy oladigan ota-onalarimiz ham bor. Ya'ni jiddiy olish bu nima degani? Kattalardek. Bir odam, katta odam sizga gapirsa, gapirmay turing, men telefonda narsa ko'raman demaymiz-ku biz. Biz undoq qaraymiz, uzr deymiz. Ya bolamizga bo'lsa, to'xta, chalg'imay tur deymiz, chaqirmay tur deymiz. Shunga o'xshash, mana kichkina narsalardan to men astronavt bo'lmoqchiman, kosmonavt bo'lmoqchiman desa, mayli endi orzu qilur demasdan, bir o'rganaylik o'zi. Qanaqa nima bo'lar ekan, prezident bo'lmoqchi. O'zi mana ko'raylik. Qanaqa o'zi nimalar kerak bo'lar ekan, qaysi bosqichlarni o'tish kerak ekan, qancha vaqt ketar ekan, nimalar o'qish kerak ekan. Turib kattalarga qanaqa muomala qilamiz? To'xtab, gapimizni bo'lib, ishimizni to'xtatib, gapini bo'lmasdan eshitib. Mana shu narsa yetishmas ekan bizga ko'p. Va men shunaqa muomala qiladigan ota-onalarning bolalari bor bizda, yetarlicha bor. Qarab, kuzatib ko'rdimki, biz ularni jiddiy olishni boshlasak, ular ham o'zini jiddiy olishni boshlar ekan. Ya'ni ustoz bilan gaplashganda, hattoki men bilan gaplashganda, kecha bitta o'quvchimiz aytib qoldi. Men dars qilishim kerak dedi. Dars qilishim uchun menga xona kerak dedi. Kutubxona band dedi. U yerda 9-sinflar dars qilyapti. Palonchi joyda mana sinflar dars qilyapti. Bo'lib olingan hamma. Oshxonada mana qanaqa shovqinlar bo'ladi. Menga xonangizni bering. Men o'zim xonamman. Siz xonangizda o'tirmaysiz baribir. Men bering, men dars qilay. Men xo'p dedim. Mayli, o'sha dars qilsam dedim. Faqat dedi, bitta holat meni anaqa qilishmasin, kirib o'zida qilishmasin, urushmasin. Kiraman, men dars qilaman dedi. Men xursand bo'ldim. Bu bolalarimiz erkin fikrini aytayapti, kelib turib xonasini yacha so'rayapti. Keyin men uni akasini kimligini qiziqdim, otasini taniymiz. Otasi o'zi shunaqa muomala qiladi. Ya'ni nimadir kerak bo'lsa, so'rasa eshitadi. Boshqa qiladiki, bu bemalol maktabni o'sha rahbari bo'lsa, rahmat, xonangizni bering, men dars qilaman. Dars qilishim kerakmi? Sizga kerak emasmi deyapti? Men o'qishim kerak-ku deyapti.
yana bir holat bo'ldiki, keldiki, mana odamni noto'g'ri tayinlabsizlar. Bunaqa ishlamaydi. Ya'ni bu qattiqqo'llik bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Bolalarni eshitish kerak. Xo'p, eshitishimiz kerak bo'ldi. Ya'ni bizda bilim berishimiz mumkin bolalarga o'qitib qolish. Mana siz Turkiyadasiz. Bu yerdagi bu narsani maktablarni biz ko'rdik, aylandik, bir nechta joylarda mehmon bo'ldik. Bularda bu narsadan kamchilik yo'q. 3-sinf bolada ham, 1-sinf bolada ham. O'tib ketyapmiz Kopkotda, endi delegatsiya, O'zbekistondan kelgan maktab delegatsiyasi. Yosh bolalar. Qayerdan keldinglar? Bu yerdan emaslar, sizlar o'xshamayapsizlar Turkiyaga. Nima qilib yuribsizlar? Nima qiz u? Mana shunaqa. O'tdan keldinglarmi? Ha, yaxshi, shunaqa joylarda. Deb gapirib, mana bunaqa ishlar qilay, mana bunaqa sinfman deb qo'yadi. Ya'ni dadillik bor deymizmi? Qo'rqmaslik bor. Bizda endi baribir tarix bor, boshqa bor. Bu narsaga qanchalik biz o'zimiz sababchimiz, lekin bu narsani to'xtatishimiz mumkin. Ya'ni kim bu kuzatuv o'laroq agar biz jiddiy olishni boshlasak, nima deydi? To'xta. Bo'ldi, eshitib, to'xta, gapiryapti, eshitgan deb oddiy narsani ham o'zi jiddiy olishni boshlaydi. Men katta ishlar qila olar ekanman. Ey, nima qilyapsan deb ana o'zini yaxshi ko'rgan narsasini oxirigacha borishni o'yladi. Bu kuzatuv o'laroq endi. Bu kuzatuv o'laroq hali endi bizni bu narsani bolalarimizda boshlagan bo'lsak ham hali mevasini ko'rmadik-ku. Lekin boshqa qilgan ota-onalarni ko'rdik. Shu masalada bizning eng yetishmayotgan narsa bo'lsa kerak deb o'yladik. Men o'zimdan aytsam, men o'ylayman, menga nima berishgan deymanda. Biz qishloqda katta bo'lganmiz, sharoitlar yo'q, hech narsa yo'q. U yerda bizga nima berishganda, biz o'qishga qiziqdik, ta'limga qiziqdik. Buni orqasidan mana bugunga men aytayapman, 45 ga yaqinlashib qoldik. Men yana universitetda o'qiyapman. Hozir 3-universitetga kirdim. Umuman boshqa bir yo'nalishda yana ta'lim olyapman boshqa. Nega kerak bu? Bu yerda boshqa bitta narsa bor edi. Masalan, qattiq ishonishgan bizga. Ya'ni faqat ishonch berishgan. Qolganini biz qilganmiz. Ya'ni bolalarni ko'kragidan itarmasdan, ular sen hali aqling nimaga yetmaydi, bu narsalarga yetmaydi. Biz 50 ga kirib 40 dan oshib kelganimiz xulosalarni endi hayotni boshida turganlardan talab qilmasak, uni hozir istaklari ham uni yoshiga mos bo'ladi-da, 50 yoshga mos bo'lmaydi-da. Borgan sari rivojlanadi. Ammo men bugun 50 yillik tajribamdan kelib chiqib, endi maktabga borgan farzandimdan bir narsa talab qilishim kerak emas-da. Ammo unga o qadar bir ishonchim kerakki, men senga ishonaman. Qarorlaringga, tanlovlaringga, harakatlaringga, gaplaringga ishonaman. Buni faqat og'izda aytish yetmaydi deb o'ylayman. Buni u qadar isbotlash kerakki, bola ota-onasini 100% ustida ishonchi turganini his qilsa, u xato qilmaydi. U qarorlarini ham to'g'ri oladi. Xato qarorlar ham olmaydi. Birgina ishonch borligi uchun menga ular ishonib turgan bir nuqtada men bunday xato ishni qila olmayman deb katta bo'ladi deb o'ylayman. Azizbek, katta rahmat sizga. Rahmat sizga. Avvalambor studiyamizga xush keldingiz, Istanbulga xush keldingiz. Keyingi suhbatlargacha inshaalloh bu yerdagi safarlaringiz mazmunli, maroqli o'tsin. Nasib qilsin. Vatanga qaytganda vatanga bizdan salom. Rahmat. Xush kelibsiz.